Cobalt mashinamizga boshqa sel istalgan motor qo'yiladi. To'g'ri, sizlar aytishlaringiz mumkin, motorni o'zini yoqsa bo'ladi. O'zini motorini hozir birga ko'rib chiqamiz. Bu motorimizda ko'rib turibsizlar, valni shildirish kerak. Undan tashqari 4 ta shatun qo'yish kerak. Xo'p, undan tashqari galovkasini tevadan saqlab qo'yilganda e'tiborsizlik bilan saqlangan. Strushka pastga tushgan. Strushka pastga tushgan hisobiga val hamma joyda yegan. Bu holatda galovkani ancha yorgan. Akamizga ovoz zo'r bo'lishi kerak ekan. Zo'r bo'lishligi uchun raspitval, galovka, klapan hammasi seli alish kerak. Undan tashqari bloyni shildirish kerak, maslaning nasos qo'yish kerak. Xuddi shu narsalar hisoblaganimizda где-то 600 yon yerda bitadigan bo'ldi. Bu summaga ozgina qo'shib, egasi istalgan holatda motor qo'yishni lozim topdi. Ya'ni unga mashina tezroq ham kerak ekan. Istalgan holat xuddi shu holatda bo'ladi. Shkifi bo'lmaydi, pompasi bo'lmaydi. Bu tomonda kollektor ispatlari bo'lmaydi. Bu turishini $750 oldi. Undan tashqari buni ustida doполнительный sal rasxod bo'ladi. Ya'ni $100 yon yerda xizmatimiz, undan tashqari biriktirichlari bor. 100-150 atrofida rasxod ketadi. Siz xuddi shu holatda motorni alishtirgan bo'larmidingiz yoki motor remont qilsa o'zingizga yaxshi bo'larmidi? Fikringizni kommentariyga yozib qolasiz. Endi buni chiroyli holatda, buni garantiyasi bo'ladi. Albatta, bu garantiyani biz bermaymiz, sotuvchi tomonidan beriladi. Undan tashqari dokumentlari bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin. Mashina sohasiga kerak bo'ladigan yangi ma'lumotlar bilib turishingiz uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.